Ko'pchilik ota-onalar bolasi kasal bo'lsa, darhol dorixonadan vitamin sotib oladi. Lekin muammo har doim ham shunchaki vitamin yetishmovchiligi bo'lmasligi mumkin. Bugungi kunda shifokorlar va diyetologlar sun'iy vitaminlardan ko'ra tobora ko'proq tabiiy oziq-ovqatlarga urg'u berishmoqda. Nega deysizmi? Chunki ba'zi sintetik vitaminlarning organizmga o'zlashtirish darajasi tabiiy manbalardagiga nisbatan pastroq bo'lishi mumkin. Tabiat yaratgan vitaminlar o'zi bilan birga ularni hazm qilishga yordam beradigan kerakli fermentlar va biologik moddalar bilan bir butun kompleks shaklida keladi. Sun'iy izolyatsiya qilingan vitaminlarda esa ko'pincha bu hamroh moddalar bo'lmaydi. Bugun biz bolaning qoni va immunitetini tabiiy yo'l bilan qanday qo'llab-quvvatlash mumkinligidan va nima sababdan mutaxassislar arab xurmosi tarkibiga alohida e'tibor qaratayotganini ilmiy tahlil qilamiz. Bolaning immuniteti pasayishi bu shunchaki zaiflik emas, ko'pincha bu organizmda hujayralar uchun kerakli qurilish xomoshiyosining yetishmovchiligidir. Bolaning qonida virus va bakteriyalarga qarshi kurashadigan himoya hujayralari faol ishlashi uchun tana doimiy ravishda turli xil aminokislotalar, organik temir va vitaminlar zanjiriga muhtoj bo'ladi. Shu o'rinda oziq-ovqat texnologlar va olimlar arab xurmosi tarkibini o'rganganda, ba'zi tadqiqotlarda uning bolaning aynan shu biologik ehtiyojini qoplashda yaxshi qo'shimcha manba bo'lishi mumkinligini qayd etilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xurmo tarkibida qiziqarli biologik birikmalar, jumladan siklik adenozin monofosfat moddasi ham uchraydi. Biokimyoda bu modda hujayra ichidagi signal almashinuvida muhim ishtirok etishi ma'lum. Garchi u barcha kasalliklarga yagona yechim bo'lmasa-da, mutaxassislar uni immunitet hujayralarining umumiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashda yordamchi omil bo'lishi mumkin deb hisoblashadi. Bundan tashqari, arab xurmosi o'zida turli xil muhim aminokislotalarni mujassam etgan. Aminokislotalar esa bolaning mushaklari, suyaklari va asab tizimini to'g'ri shakllanishi uchun zarur bo'lgan oqsillarning asosidir. Aynan mana shunday murakkab va boy tarkib arab xurmosini shunchaki shirinlikdan ko'ra bolajonlar uchun juda foydali ozuqaviy qo'shimchaga aylantiradi. Farzandingizning immunitetini barqaror saqlash uchun avvalo uning kundalik hayotiga oddiy ammo o'ta muhim o'zgarishlar kiritish zarur. Birinchidan, ratsionda tozalangan oq shakarni maksimal darajada kamaytiring. Ilmiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ortiqcha shakar iste'moli immunitet faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va infeksiyalarga qarshi kurashuvchi hujayralar ishini sekinlashtirishi mumkin. Ikkinchidan, bolaning tungi uyqusiga qat'iy e'tibor bering. Bola tunda sifatli uxlagandagina uning asab tizimi va qon hosil qilish jarayonlari to'g'ri ishlaydi. Uchinchidan, bolaga quruq uglevodlar o'rniga tarkibida tabiiy vitaminlar va kletchatkalar bo'lgan butun oziq-ovqatlarni berishni odat qiling. Agar bolangizda holsizlik va ishtahasizlik kuzatilsa yoki shunchaki ratsionni sog'lomlashtirishni istasangiz, uni tabiiy vositalar bilan qo'llab-quvvatlash yaxshi variant bo'lishi mumkin. Masalan, Sunnah Products brendi Eronning janubiy mintaqalarida yetishtirilgan maxsus navlardan olinadigan toza arab xurmosi siropini taklif etadi. Bu mahsulotning afzalligi uni tayyorlanish jarayonidadir. U hech qanday shakar qo'shilmasdan faqatgina sovuq siqim usulida olinadi. Bu texnologiya evaziga xurmo tarkibidagi vitaminlar, tabiiy temir va minerallar maksimal darajada o'z holicha saqlanib qoladi. Bu sirop organizm tomonidan osonroq o'zlashtirilishi mumkin bo'lgan tabiiy energiya manbaidir, lekin uni qabul qilishda bitta ehtiyotkorlik bor. Sirop juda kuchli konservatsiyaga ega. Shuning uchun uni to'g'ridan-to'g'ri emas, albatta iliq suvga yoki sutga aralashtirib berish tavsiya qilinadi. Bolalar uchun profilaktika maqsadida kuniga 1 choy qoshiq siropni suvda eritib berish, ularning kundalik quvvatini va gemoglobin darajasini tabiiy qo'llab-quvvatlash uchun ajoyib yordamchi bo'la oladi. Farzand salomatligi avvalo to'g'ri odatlar va tabiat bergan sof ne'matlar orqali mustahkamlanadi. Agar bolangiz immunitetini tabiiy yo'l bilan mustahkamlamoqchi bo'lsangiz, bu yondashuvni e'tibordan chetda qoldirmang. Ushbu ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoni farzandi sog'lig'iga e'tiborli bo'lgan barcha ota-onalar bilan ulashing. Mahsulot bo'yicha to'liq ma'lumot video ostidan topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.